Amin. Allohim bizga chiroyli hadyalar nasib qilyapti, Xudo xolisa. Navaram ham eson-omon qutulib olsin. Mana shu beshuvni yaxshi niyatda olamiz, Xudo xolisa. Iloyim nasib qilsin, buyursin. Mana shu beshuvlarda chiroyli qiz bo'lib, katta qiz bo'lsin iloyim. Sog' salomat qutulib olsin iloyim. Sog' salomat dunyoga kelsin, Xudo xolisa. Bizga Nodiraxon, bizga mana shu beshuvlarni chiroyli qilib tayyorlab berdingiz. Rahmat kattakon. Siz ham chiroyli yaxshi to'ylar qiling iloyim. Bolalaringizni baxtini, kamolini ko'ring. Sizga ham mana shunaqa beshuvlar qilish nasib qilsin, Xudo xolisa. Iloyim. Xudo xolisa, qizim eson-omon qutulib olsin, ozgina qoldi. Beshuvlarini chiroyli qilib olib borib, xudolarimizni xursand bo'lib, seni kutib olsin iloyim. Rabbana atina fid dunya hasanatan va fil oxirati hasanatan va qina azabannar. Rahmatga yarhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Buyursin, omadinglarni bersin iloyim. Rahmat. Sizlarning ham ishingizga omad. Juda ham chiroyli chiqdi. Kutganimizdan ham a'lo. Vapshim chiroyli, juda ham gap so'z yo'q. Rahmat, ishingizga omad. Bundan ham rivojlanib, bundan ham eng zo'r nomer 1-sizlar, o'zi bundan ham zo'r bo'lishinglarni tilaymiz. Ishingizga omad, rivojinglarni bersin. Alloh